Yangi navlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, bugun sizlarga bog'dan reportaj yana bir bog' qilamiz. Ko'rib turganlaring, biz bu yerda kolleksioner bog' qilganmiz. Yangi navlarni olib kelib ekkanmiz 5-6 yil oldin. Hozirda buni ichidan saralab o'zimizga yoqqani eksport bopini ko'paytirib hammaga ulashyapmiz. Xudo xolasa mana shu birinchi ekilgan gilos bog'imiz. Birinchi buni ufa usulida tarbiyalamoqchi bo'ldik, yotkizib. Keyinchalik shu devor usuliga o'tib ketdik. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham ko'p hosilda. Buning ichida Sweet Ariana, Giant Red, Skina, Royal Tiaga, Elvi Lore degan giloslar bor. Hammasini ko'rdik hosilini. Tak, buning ichida endi misol yomoni yo'q. Hammasi o'zini o'zi mana chaylar ekan, 100% hosil beryapti. O'zimizni valavoy gilosdan ham orasiga ekilgan. Bular ham uni chaylatib, valavoylarimiz ham buning ichida bo'lgani uchun juda ham serhosil. Odamlarga nisbatan ancha yaxshi. Demoqchi bo'lganim, gilosdan bog' qilayotganda yaxshi navlardan ekinglar. Biz buni sinaganmiz. Bizda ishonchli gilos ko'chatlari bor. Kelib xolasalaring ko'rib, gilosni hozirdan zakaz beraverasizlar. Kelganda har birini mevasini ko'rsatish maqsadida qilingan kolleksioner bog' bu. Yaqinroq olib keling mana bu ko'rsatilgan giloslaring ertaki gilos, Royal Tiaga degan gilos mana shu hozirda mana qolganlarga nisbatan mana uyg'onib baklar chiqarib yuborgan. Juda ham serhosil, ham o'zini o'zi chaylatadi, tashdek mana. Juda ham serhosil. Bu tomonda ko'rib turganlaring bu valavoy gilos bilan bir paytda pishadi. Lapines degan gilos navlari bular. Bular ertaki bo'lgani uchun erta bak chiqarib rivojlanyapti o'rtoqlar. Ishonchli meva ko'chatlar kerak bo'lsa, yangi navlar kanalidan sotib olaverasizlar mana. Uylaringda mavoda shunaqa gilos gullaydi sizlarda. Lekin gulini tashlab yuboradi. Bu ko'pchilikning uyida bo'layotgan, ko'p savol bo'layotgan narsa. Bir tub, ikki tub valavoy gilos bo'lgandan keyin chaylatishcha kam bo'ladi. Chaylatish uchun yoniga chaylatuvchi vazifasini bajaradigan giloslar bor. Shulardan qo'shib ekilganda hosil olish mumkin. O'shanda ham valavoy gilosni uncha tavsiya qilmaymiz, chunki bu ham lotereya bo'lib qoldi. Ko'p joylarda hosil kam bo'lib qolyapti, meva o'shaganda to'kib yuboryapti. Yangi navlarni ekishlarini tavsiya qilamiz. O'zini o'zi chaylatuvchi ko'chatlari bor, telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 90 560 50 34. Sog' bo'linglar. Videoga maksimalni like bosishni unutmanglar o'rtoqlar. Salomat bo'ling.